Eshigidan mana shu eshigidan boshlaylik obzorni. Eshigigacha zo'ragan uyimiz. Общий 160 kvadrat, 32.900 ga. Kredit yo'q. Shuni naqd pul berasiz. Kirpishli taxta polagan uyni holatini ko'ryapsizlar. Общий 7 xona, qaranglar. 3 xona pastda, 4 xona tepada. 5-etajda turibmiz. Mansardli uyimiz. Marg'ilonda Cheramushkada turibdi. Uyni ko'ryapsizlar, 32.900 sanuzellari. Mana spalnigi, bemalol ko'rishlar mumkin. MDF eshiklar. Holati yaxshi. Remonti patologiyacha remont qilib yuborilgan. Uylarda hamma yo'g'i chotki. Shuna kirasiz, yashaysiz. Mana shu yorug'roq ekan. Xo'p, haqiqatan ham 32.900 ga sababi pul zaril. 160 kvadrat. Mana bu pasti 3 xona bo'lsa, tepasiga balkondan chiqasiz. Mansardli uy deganman. 5-etajda, Marg'ilonda Cheramushkada. Dual konturli kat yo'limiz bor. Ataplenalar issiq. Tepalarini hozir ko'rsatishyapti, shu obloshkaga qo'yilgan. Tepalarini ham ko'ryapsizlar. Holati juda ham katta. Xolagandan qilib bo'lib olishlar mumkin tepalarni. Balkonni ham ko'rib qo'yishlar mumkin. Balkonimiz. Balkonga endi oshxona hisobda. 6 metrli veranda. Shamol o'lyapti, shuning uchun ichkariga kirib olaveramiz. Telefon qilinglar, pastga raqamdagi 32.900 ga kelishadigan xonasi bor, yana tushib beriladi. Mana shunaqa chiroyli patkulch, taxtapol kirpishli domdan so'raganlar jo'natamiz. 5-etajda Marg'ilonda Cheramushkada. Sog' bo'linglar.